Ozbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Beyzat aka. Va alaykum assalom. Yangi epizodni boshlaymiz. Bugun moliyaviy erkinlik tomon qo'yilgan qadamlar bo'yicha bugungi epizodda investitsiya haqida ma'lumot bo'ladimi? Agarda 100 so'm pulni mana aksiyani sotib olgan, mayda sotib olgan degan ma'lumot kutayotgan bo'lsa, vaqtinglar sarflamanglar bunga. Bugun u haqida gapirmaymiz. Yana qaytarib o'taman nimaga investitsiya haqida gapirmayapmiz deb. Pul topishda katta muammo yo'q, pulni qanday boshqarishda katta muammo bor. Pulni qanday boshqarishni biz boshqa bilimlarni, hayot tarzi haqidagi umuman hayotdagi psixologik bilimlarni, tushunchalarni o'rganmasimizdan oldin pulimiz ko'p bo'lsa ham undan foyda topishimiz qiyinroq bo'ladi. Kecha bir ukamiz bilan yugurib ketayotganda qiziq suhbat bo'ldi. Aytdiki, aka dedi, e'tibor berganmiz atrofimizda ko'pchilik bor. Hamma biz taniganlar, do'stlarimiz yoki bizdan oldingilar, atrofimizdagilar 30-40 yoshida bir pik vaqti bo'lar ekan. Rosa pul ko'p topgan vaqti bo'lar ekan ko'pchilikda. Hammani ham emas, ko'pchilikda. Lekin hamma ham o'sha narsani ushlab qola olmaydi ekan. Nimaga shunaqa ekan degan yaxshi falsafiy savoldan boshlandi. Aynan shu narsa haqida to'xtalishga harakat qilamiz bugun. Mavzuni boshlashdan oldin nima haqida gaplashmoqchimiz bugun? Aytaylik. Bugun hayot tarzi dizayni haqida gaplashamiz. Shunday. Lifestyle design. Keyin hayot tarzi inflyatsiyasi haqida to'xtalamiz. Undan keyin himoya yostig'i, undan keyin favqulodda vaziyatlar uchun fond deymizmi, emergency fond deyiladi, shunaqa narsa. Buni boshlashdan oldin o'zimizni to'g'rilab ketishimiz kerak. O'tgangi epizodda bir joyda aytib o'tgan ekanmiz, O'zbekistondan turib jahon bozoriga dostуп yo'q, ya'ni O'zbekistondan turib jahon bozoriga investitsiya qilib bo'lmaydi degan ekanmiz. Bu xato fikr ekan. Interactive Brokers degan platforma orqali, qandaydir shu firma orqali iloji bor ekan. O'zbekiston fuqarolari ham shunaqangi qilsa bo'lar ekan. Shaxsan meni o'zimni bu bo'yicha hech qanday tajribam yo'q. Men ishlatadigan platformalar hammasi Norvegiyaga tegishli. Siz ishlatadiganlar Germaniyaga tegishli. Shunday. Nega men boshqa davlatlarnikini ishlatmayman? Yoki Amerikanikini, Angliyanikini, hattoki Germaniyanikini ham. Sababi men ishlatadigan bank yoki platforma Norvegiya markaziy banki tomonidan majburan sug'urtalangan. Agarda o'sha platforma qandaydir bo'lib bankrotga uchrasa, uni markaziy bank tomonidan aynan bankrotga yo'qolishlarini qoplashda kafolat olingan. Qaysi ma'noda? Misol uchun, o'rtakash broker bo'ladigan bo'lsa, u o'zi ushlab turmaydi pulni. U boshqa katta davlat banklarida ushlab turadi. Ya'ni aytaylik, broker platformaga hacker tushib nimadir bo'lgan taqdirda ham pullar xavfsizligi ta'minlangan. Aynan shu jihatiga e'tibor beriladigan bo'lsa, balkim xalqaro brokerlardan boshqasida ham imkoni bordir. Shaxsan menda ma'lumot yo'q bu bo'yicha, o'shaning uchun bu haqida fikr bildirmaganim yaxshiroq. Keyin bizni, shaxsan meni, sizni tajribalaringiz hammasi Yevropaga asoslangan. O'zbekistonda qanaqadir investitsiya qilgan bo'lsak ham, lekin katta hamma narsa nisbiy baribir investitsiyalar qilmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun aynan O'zbekiston nuqtai nazaridan O'zbekistondagilar uchun bu narsalarni qanday qilib investitsiya qilish kerakligi haqida ma'lumotlar u darajada amaliy bo'lmasligi mumkin. Bu haqida gaplashamiz kerak. O'zbekistonda qanaqangi sohalarda investitsiya qilishimiz mumkin? Biz qanaqangi sohalarni tanladik chet elda turgan odam sifatida? Lekin ayni vaqtda hozir kirish qismi hali ham o'sha pul bilimi, pul atrofidagi odam o'zini fikrlarini shakllantirish haqida gaplashyapmiz. Pulni qanday investitsiya qilishdan oldin ungacha bo'lgan bir qancha bosqichlar bor. Shulardan eng birinchisi hayot tarzi dizayni. Shu haqida gaplashmoqchi. Shunday. Hayot tarzi dizayn deganda Beyzat aka, siz nimani tushunasiz? Yoki hayotingizni qanday tashkil qilish, hayotingizni qanday dizaynini yuritishni, bu bir o'tirib olib bir reja qilinadigan ishmi yoki bu avvalgi tajribalarga asoslanib qilinadigan, ko'riladigan chora-tadbirmi? Bu narsa o'tirib olib reja qilsa bo'ladi. Faqatgina toshga yozilganda o'yilib yoziladigan narsa emas, o'zgarib turadi. Chunki bizni
atrof muhitimiz, fikrlashimiz, yoshimizga qarab tajribalarimiz o'zgarib boradi. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zak tamoyillari bo'lishi kerak. Core principles bor-ku. Mhm. Shu narsa bo'lishi kerak. Men qanday hayotda yashashni xohlayman degan savoldan boshlashimiz kerak bo'ladi. O'shani atrofida odam o'ziga savol berishi kerak. Men o'zim yashashni xohlayotgan hayot bu men xohlayotgan hayotmi yoki boshqalar xohlayotgan hayotmi yoki Instagram xohlayotgan hayotmi, jamiyat xohlayotgan hayotmi? Ikki xil vaziyatni oladigan bo'lsak. Birinchisida jamiyat xohlayotgan yoki atrofdagilarni xohlayotgan hayotni ko'rib, qanaqadir o'sha nima deydi, luxury bo'ladi-yu, lyuks bo'ladigan sayohatlar yoki qanaqadir qimmat mashina, har doim telefonni yangilash, qimmat kiyimlar, boshqa narsani xohlab, lekin shu narsalarni olish uchun doimiy ravishda ishlash, undan ham yomoni qarz olish, kredit olish, shunaqangi holatda ko'rinish uchun odamni doimiy stressga olib keladigan narsa. Ikkinchi holat, yo'q, men hammasidan voz kechaman bularni. Men o'zim mustaqil ravishda hayotim qisqa bo'lgani uchun 70-80 yil Alloh bergan qancha umr bo'lsa, lekin baribir qisqa umr bo'lgani uchun undan ham qisqaroq qismi bu hayotning eng samarador qismi qisqa bo'lgani uchun yo'q, men o'zim xohlagan hayotni qurishim mumkin degan falsafa bilan chiqib, men qanday hayot qurishni xohlayman deyish mumkin. Men bir do'stim bor, qishloqda yashaydi, aytadiki, men ko'p narsa kerak emas menga deydi. Uyi bor, farzandlari bor. Ko'p narsa kerak emas. Hozirgi hayotimni ushlab turish uchun, ya'ni o'zim xohlagan hayotni ushlab turish uchun X summa bor. Men xohlagan hayot nima? Uyimda bir haftasiga aytaylik 1 kilo go'sht bo'lishi yoki masalan bir hafta davomida mana opamni, mana akamni ko'rishim yoki masalan masjidga chiqib namoz o'qiy olishim, ertaman turib shoshilib harakat qilmasligim. Mana shunaqangi fikr beradi. Shuni o'ylab ko'rib, kimdir shunaqangi nima deydi haligi mental practice deydi-yu, shunday fikriy mashq qilib ko'rganimizda hisoblab ko'rsak, qishloqda yashagan odamga oyiga 5 million, 6 million pul ketar ekan xolos. Aslida biz xohlagan, ichimizdan xohlagan hayot uchun darajada qimmat pul ketmaydi. Yevropada siz bilan bizga to'g'ri ko'proq ketadi, chunki bizni yashash xarajatlarimiz narx jihatdan qimmatroq bo'lgani uchun. Eng ko'p ketadigani bu turar joyga ketadi. Lekin shunday bo'lsa ham eplasa bo'ladigan holat. Endi shaxsan men uchun qanday hayot tarzini bo'lishni xohlayman? Shaxsan men, qayerdan boshlangan bu narsa? Men uchun doim aytaman, erkinlik juda muhim. Erkinlik uchun, o'zimning erkinligim uchun ko'p narsadan voz kechishga roziman. Qaysi ma'noda? Meni ertaman soat nechida ishga borishimni boshqa odam belgilamasin. Soat 8 da boramanmi, 9 da boramanmi, 10 dami, 11 dami yoki bormaymanmi? Meni ishga qanday kiyimda borishimni hech kim belgilamasin. Ishdan nechida ketishimni hech kim belgilamasin. Haftada necha kun ishlashimni boshqa odam belgilamasin. Bu ishga bog'liq qismi hayotni. Chunki biz kunimizni aksar qismini 24 soat bo'ladigan bo'lsak, 8 soatini ishda bo'lganini ketkazamiz, yo'lda 1 soat, 1 soat bu yoqqa bu yoqqa 10 soat ketadi, 8 soat, 7 soat uyquga ketadigan bo'lsa, qolgani mayda-chuyda ishlar ketib qolishi mumkin. Eng katta qismini ish uchun sarflaymiz, ayniqsa biz 30-40 yoshdagi odamlar. Mening ish borasidagi hayot tarzim men xohlagani shunaqa. Endi bu degani, ertaman turib, men uyg'onib, bugun ishga borgim kelmayapti deb turib, bugun ishga bormayman emas. Odamni o'zini oldida qo'ygan mas'uliyatlari bor. Lekin o'sha mas'uliyatlari doirasida qilishi mumkin-ku. Misol uchun ertaman soat 7 da oldinlari ishga borishga majbur bo'lar edim. Chunki davlat ishxonasida ishlaganim uchun. Hozir o'zimning klinikam bor. Men xohlasam 8:30 dan kasalni ko'rishni boshlayman, xohlasam 9 dan boshlayman. Qo'yib turib, bugun 9 dan, men keyingi oyda 9 dan ishlayman deydigan bo'lsam, qizlarga aytaman-da, qizlar 9 dan oldin kasal qo'ymanglar menga deyman. Xuddi shunaqangi holat. Ish borasida. Uy holati qanday deydigan bo'lsangiz, uy sharoitida, misol uchun ertaman turib shoshilish yo'q, bolalar bilan nonushta qilish imkoniyati borligi,
sport borasida yetarli darajada endi o'zimga sharoit yaratib olganligim va men o'zim xohlagan o'sha moddiy buyumlar deymizmi, boshqa deymizmi, o'shalarni bo'lishi. Aytaylikki, ehtiyojlari uchun kerak bo'ladigan o'sha boshpana bolalar uchun, aytaylikki, mashina deymizmi yoki har qanaqadir texnika narsalar, kompyuter, telefon va hokazo narsalar. Shu narsalarni nimaligini aniqlab olgandan keyin shu meni hayot tarzim. Men shunaqangi holatda yashaydigan bo'lsam, bugun kunim afsuslanmasdan o'tkazgan bo'laman degan umumiy falsafa bor. Zo'r. Beyazit aka, nimani ushbu nima deydi, fikrlaringizni aytishni boshida aytib o'tdingiz. Mana men xohlagan hayotni yashayapmanmi, o'zim xohlagan yoki jamiyat xohlagan hayotni yashayapmanmi degan savolni berishimiz kerak o'zimizga degan zo'r fikrni aytdingiz-da. Endi masala shundayki, vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Men o'zim xohlayotgan hayot, o'zim yashashni xohlagan hayot jamiyatdan tubdan farq qilishi mumkin. O'zbekiston misolida aytsak, masalan, shaxsan menga to'y sezonida, to'ylar mavsumida har 2 kunda bir ertalab to'yga borish yoqmas edi. Yoki har hafta bir hafta kursdoshlar bilan, bir hafta ish hamkasblar bilan, keyin yana boshqalar bilan choyxona yurish yoqmas edi va hokazo va hokazo. Ya'ni jamiyatdan ajralib qolish xavfi qanchalik yuqori? O'sha yerda qandaydir balans saqlash kerakmi? Tabiiy narsa. Endi birinchi o'rinda qanaqangi hayot tarzini xohlashni o'zida odamning bir tamoyillari bo'ladi-ku, qadriyatlar deymizmi, yashash prinsiplari. Boshqacha aytganda moral kompas deylik, odamni o'zini ruhini to'g'ri deb hisoblaydigan bo'ladi-yu, kompasi bo'ladi. O'sha narsaga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, bundan katta xavotir olish kerak emas. Bu birinchi narsa. Tubdan farq qiladigan bo'lsa, agar o'sha narsaga to'g'ri kelmaydigan hayot tarzi bo'ladigan bo'lsa, uni o'ylab ko'rish kerak. Chunki siz aytayotgan narsa, siz pozitiv tomondan qarayapsiz, lekin negativ tomondan qarash mumkin-da. Men xohlagan hayot tarzi shunaqangi ichkilikka, boshqa narsaga unga berilgan hayot tarzini xohlasamchi degan narsa bo'ladi. Lekin aynan moral kompas jihatdan qaraydigan bo'lsak, bunaqangi holatda yashab o'tish qanchalik arziydi, bizga berilgan qimmatli umrni shunaqangi sarflab o'tish. Qanaqadir addiksiyada o'tkazish, to'g'rimi? U alkogol bo'ladimi yoki narkotik nima bo'lsa ham. Yoki qanaqadir qimor bo'ladimi, o'yinmi va hokazo. Birinchi o'rinda shunga qarash kerak. Endi ikkinchi holatda jamiyatdan ajralib qolish holati qanday bo'ladi? Tabiiy ravishda siz boshqalardan o'zgacha narsaga harakat qilyapsizmi? Iloji yo'q, baribir ajralishdan, baribir butunlay ajralmaslikning iloji yo'q. Chunki moliyaviy erkinlikka harakat qilayotgan odamlar yoki erishgan odamlar jamiyatning 1% ga ham kirmaydi. Endi tasavvur qiling, siz jamiyatni top 0.5% erishgan narsaga harakat qilyapsiz va bunda sizda asosiy maqsad o'zingizdagi vaqt erkinligini o'shanga erishishga harakat qilyapsiz. Bu degani o'ziga yarasha qurbonliklar talab qiladi. Chunki biror narsa erishishni, biror narsa voz kechish kerak bo'ladi. Endi balans holatida to'y, u choyxona yoki shunaqangi do'stlar, boshqa deyish mumkin, lekin me'yor qayerda? Har shanba kuni, har yakshanba kuni choyxonaga borish unchalik aniq emasdir o'zi aslida. Hamma narsani, biror narsani erishib, biror narsa voz kechish kerak deyapman. Opportunity cost. Shunaqangi qilayotgan bo'lsam, u vaqtni davomida balkim boshqa narsalardan qilmayotgandirman degan savol berish kerak bo'ladi odam o'ziga. Qaysi ma'noda? Shanba kuni choyxonaga borish 6 soat vaqt ketkizsa, bu degani 6 soat bolalar bilan vaqt o'tkazmayapman degani. Bu payt bolalar nima qilyapti degan savol berish mumkin. Birinchisi, YouTube ko'ryaptimi, Instagram ko'ryaptimi, boshqa qilyaptimi? Ikkinchi holat, shu 6 soat davomida men o'zim nima qilishim mumkin edi degan savol. Qanaqadir o'zim ustida ishlar, o'zim rivojlanishim mumkinmidi degan holat. Boshida eng qiyin bo'ladigan qismi bo'ladi. Odam o'zgarishni boshlagan paytda sizda atrofingizda odamlar bor,
o'sha oldingi hayot tarzingizda bor. Aytaylikki, oldingi hayot tarzingiz har haftada choyxonaga borish deylik. Mhm. Do'stlar bor, boshqa ham yo'q, zo'r ketyapti, lekin yo'q, menga bu hayot tarzi yoqmayapti. Men buni o'zgarishni xohlayman. Chunki bir xillik bor, boshqa bor, qanaqadir manfaat yo'q. Umrimni bekorga sarflayapman degan tushuncha bo'ldida, harakat qilishni boshladingiz. Haligilarga aytib, yo'q, bu safar men bormayman, boshqa ishim bor dedingiz. Misol uchun har haftani birinchi 2 hafta birga, keyin 1 oyda birgaga tushirdingiz. Atrof bolalar boshlaydi keyin. U bunaqa chiqib ketgan, oqibati yo'q va hokazo, va hokazo. Orada hali sizni maqsadlaringiz bir xil bo'lgan, fikrlashingiz bir xil bo'lgan, sizga o'xshab harakat qilayotgan odamlarni topishgacha kerak ketadigan, o'sha odamlarni muhitiga tushish uchun kerak bo'ladigan vaqt bor. Ya'ni yangi do'stlar guruhi, yangi muhitga kirguningizcha orada vaqt bor. Bu eski muhit edi. Endi yangi muhitga kiryapsiz. Endi aytaylikki, har hafta choyxona emas, har hafta qanaqadir kitoblar diskussiya qiladigan yoki qanaqadir fikrlarni o'rtoqlashadigan shunaqangi do'stlar bor. Misol uchun, esingizda bo'lsa, bundan 20 yil oldin qancha bo'ladigan bo'lsa ham, taraqqiyot markazida borib gaplashardik. 4 soat, 5 soat vaqt sarflanardi. Ingliz tili o'rganish va hokazo shunaqa. Shunaqangi odam o'zini maqsadi bir xil bo'lgan do'stlar guruhi borda, o'sha narsani topguncha bo'lgan vaqt bo'ladi. Oradagi o'sha vaqtni, ya'ni bunga o'tguncha bo'lgan vaqtni yolg'izlik bobi deyiladi hayotda. Ha. Lonely chapter deyiladi. Yolg'izlik bobi. Aynan o'sha joyda odamda ancha qiyinchilik bo'ladi. Odam o'zini aybdor his qiladi. Vaholanki aybdor his qilish kerak emas. Bundan o'tgandan chunki o'zingiz bu narsani noto'g'ri deb bildingizmi? Nimaga endi odam o'zini noto'g'ri deb bilgan narsani ustida o'zini majburlash kerak? Shart voz kechish kerak. Yo'q, men bu narsani xohlamayapman, bo'ldi. O'sha aytib o'tganimdek eng asosiy yashash tamoyillariga xalaqit bermayaptimi? Qadriyatlariga, boshqasiga, mana moral kompassga xalaqit bermayaptimi? Tamom. O'tish kerak-da. Oradagi o'sha yolg'izlik qismiga chidash kerak bo'ladi. Bu xuddiki, misol uchun aytaylik, sahrodan kezib o'tayotgan paytingizda bitta joyda ovqat bor, suv bor, hamma narsa bor, keyingi joyga borib olishguncha bo'lgan qiyinchilikka o'xshaydi. Yolg'izlik bobi. O'sha joydan o'tib olsa bo'ladi. Endi keyingi darajaga o'tdingiz va o'sha joyda muhit paydo bo'ldi, yangi do'stlar paydo bo'ldi. Va u ijtimoiylashish, sotsializatsiya bo'yicha muammo bo'lmaydi hech qanaqangi. To'y borasida meni fikrim ozgina boshqacharoq. To'ylarga oldin boshqacha edi fikrim, hozir o'zgargan. Masalan, men o'zim uylanayotgan paytimda katta to'y bo'lishiga doim qarshi bo'lganman. Buni qilish kerak emas deb qilganman. O'shanda dadam aytgandiki, bolam, sen endi yoshsan, sen hali to'ylarga boshqa narsa bormagansan, men hayotim davomida shuncha to'yga bordim, boshqa qildim, shu narsani qilishim kerak degan. O'shaning uchun ertaman nahor oshiga, boshqaga borish masalasi u unaqangi katta vahima sifatida, katta negativ sifatida ko'rishimiz kerak emas, fikrimcha. Chunki vaqt jihatdan ko'p narsa ketmaydi. Ertaman turasiz, borasiz, yarim soat, 1 soat vaqt tejam qilib ishdan oldin borish mumkin bo'ladi. Shu bo'yicha, u bo'yicha menda katta anaqa yo'q. Bu narsani ushlab qolish kerak degan fikrdaman. Okay. Lekin aynan choyxona borasida haligi behuda narsalar, PlayStation o'ynash, shunaqa narsalardan uzoqlashish kerak degan fikrdaman. Masalan, aytaylik, o'sha choyxonadagi o'rniga hiking qilish mumkin-ku. O'sha do'stlar bilan agar qiziqadigan bo'lsa, shanba kuni. To'g'ri. Shanba kuni 6 soat o'rniga bir o'tirib boshqa narsa qilib, maksimal darajada kaloriyani bosgandan ko'ra toqqa chiqish mumkin-ku. Sayohatga, toqqa dam olgani emas, shunga hiking uchun. Qilsa bo'ladi shu narsani. Yoki shunchaki shahar tashqarisida aytaylik, yurib kelish mumkin. Yurib kelish mumkin, misol uchun. Shunaqa. Yurib suhbatlashishda nimasi ko'p ekan, afzallik taraflari ko'p ekan. Shunday. Endi zo'r. Mana bu yolg'izlik bosqichi dedingiz-ku, mana shu shaxsan men uchun yangi fikr bo'ldi, zo'r bo'ldi. Demak, ko'pchilikda bo'ladigan narsa bu. Bu narsani shaxsan men ko'zimni boshimdan ko'p o'tkazganman. Misol, birinchi boshlaganimda o'sha institutda o'qiyotgan paytimda gruppadoshlar, kursdoshlar, boshqa hamma bir xil fikrda, bir xil
qobiqni ichida hamma bir xil yo'nalishda boshqalarga ketyapti. Inglizcha o'rganishim kerak deb chiqadigan bo'lsam, o'sha paytda boshqalar o'rganmayapti-yu. Yangi muhitga kirgunimcha shunaqangi holat bo'lgan. Undan keyin bir necha borda shunaqa narsa har safar nimadir rivojlanishga harakat qilayotgan paytimizda, o'sishga harakat qilayotgan paytimizda shunaqangi yolg'izlik bosqichidan bosib o'tamiz har safar. Ajoyib. Endi hozirgi suhbatimiz Behzod aka moliyaviy erkinlik mavzusiga, ya'ni moliyaviy mavzuga bog'laydigan bo'lsak, orada aytib o'tdingiz, ish borasida qanday fikrlarim, shaxsiy hayotda qanday holatim, moddiy holatim, hammasini hisoblab turib, aytaylik, men xohlagan hayot tarzi qanday bo'ladi, shu hayot tarzi qanchaga tushadi degan savolni berib, buni to'g'ridan to'g'ri o'tgan safar gaplashgan mavzuyimiz, ya'ni oyma-oy jamg'arma qilib borish, oyma-oy aytaylik ma'lum bir summani to'plab borish. Shunga to'g'ridan to'g'ri birdaniga bog'lasak bo'ladimi yoki orada yana boshqa faktorlar ham bormi? Mana suhbatingizni boshida aytib o'tdingiz, hayot tarzi inflyatsiyasi yoki himoya yostig'i deb, mana shularga o'tsak bo'lsa kerak menimcha. Hayot tarzi inflyatsiyasi bu nima degani? Bu inflyatsiya hayotni qiymatini yo'qotishimi? Hayot tarzi inflyatsiyasiga o'tishdan oldin hayot tarzi dizayniga yaxshi savol berdingiz. Aniqlab olishimiz kerak. Men xohlayotgan hayot tarzi qanday degan savolni aniqladik. Kunimni qanday o'tkazishni xohlayman, haftamni qanday o'tkazishni xohlayman, oyimni qanday o'tkazishni xohlayman. Misol uchun aytaylikki, kimdir butun ishda tashlab ketishni, boshqa narsani butunlay bekorchi bo'lishni xohlashi mumkin, lekin ungacha hali uzoq yillar bor. Hali u maqsadga erishishga hali yo'q. Lekin hozirgi holatda nima qilish mumkin? Ertaman mendan hech kim ishdan nechaga kelishimni so'ramasa, yoki bo'lmasa mayli ishdan soat 7 emas 9 da borishimni so'rasa, shunaqangi har xil odam o'zi xohlagan hozirgi holatda bo'lishi mumkin. Misol uchun ertaman soat 8 dan kechqurun 6 ga ishlayotgan odamga so'rasangiz, menga $1 million beradigan bo'lsa, men ishlamaslikni xohlayman. Shu meni hayot tarzim, xohlagan hayot tarzim deyish mumkin. Lekin odam real qarash kerak. Va real qarab turib, qadam-qadam sekinlikni o'zgartirib borish kerak bo'ladi. Birdaniga o'zgarish qiyin. Rivojlanish har doim inkremental, ya'ni kichkina qadamlardan iborat. Keyingi qadamlar bo'ladi. Shunga harakat qilish kerak. Endi bir kunim qanaqa o'tishni xohlayman, bir haftam qanaqa o'tishni xohlayman, bir oyim, bir yilim qanaqa o'tishni xohlayman deb turib alohida yozib chiqish mumkin. Misol uchun 4 ta narsaga. Qildim. Bu qanchaga tushadi? Misol uchun bir kunim qanaqa o'tishni xohlayman deydigan bo'lsa, ertaman ishga soat 9 da borsam, kech payt 4 da kelsam. Xo'p, bu meni bir kunlik maqsad. Bunga erishish uchun nima qilishim kerak? Balki boshliq bilan gaplashib turib, boshliq soat 6 da ketadigan bo'lsa, nimaga 6 ga ketyapti deyapti bu. Balki ko'proq qiymat berish orqali shu narsani kelishi mumkindir. Bir haftalik, bir haftada men bolalarim bilan buncha vaqt o'tkazishni xohlayman. Bir hafta bir marta oilam bilan restoranga borishni xohlayman. Misol uchun, bir oyda bir marta qanaqadir kichik sayohat qilishni, qanaqadir qilishni xohlayman. Bir yil davomida 2 marta chet elga sayohat qilishni xohlayman. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 1 yillik byudjet taxminiy kelib chiqadi. Bir yilga 20 ming ketadimi, 30 ming ketadimi? Juda ko'pchiligimiz shunchaki nima deydi, robotga o'xshab yashaymiz. Bizni hayot tarzimiz bizga qancha pulga tushayotganligini bilmaymiz. Hayot tarzi qancha pulga tushganini bilmaganimizdan keyin qo'limizga pul kelsa, uni ham ishlataveramiz. Mana shu narsa hayot tarzi inflyatsiyasi. Men $2000 oylik topayotgan edim. Ko'nikma orttirdim, nimadir bo'ldi, endi $2500 topyapman. Oldin $2000 ham ketib qolyapti, endi $2500 ham ketib qolyapti. Narxlar o'zgarib ketdi. To'g'ri, inflyatsiya hisobiga narxlar oshib boryapti. Lekin bizni hayot tarzimiz ham inflyatsiyaga uchrayapti-ku. Aytaylik, 1 yil oldin meni pulim, oyligim $2000 paytida yoki $1000 paytida ko'chadan bir haftada balkim 1 marta 2 marta kofe olardim. Endi oyligim oshgandan keyin har kuni kofe olyapman. Oyligim bor, oyligim oshdi deb turib, misol uchun oldin hafta 1 marta yoki 2 hafta 1 marta ko'chadan Yandexda ovqat buyurtma qilgan bo'lsam, endi ishdan charchab kelib har kuni buyurtma qilyapman. Yoki bo'lmasam shunaqangi xarajatlar oshib boryapti. Vaholanki stress darajasi kamaysa kamayib qolgani yo'q, pulimiz oshishi bilan stress darajasi ham oshib boryapti. Shu narsalarni inobatga olish kerak. Hayot tarzi
inflyatsiyasi odam qancha pul ko'p topgan sari o'zini xarajatlariga, o'zini yurish-turishiga boshqasiga e'tibor bermaydigan bo'lsa, kelgani ketaveradi. O'shaning uchun pul topib bo'lmaydi, pul to'plab bo'lmaydi degan shunaqa tushunchalar. Yo'q, unaqa emas. To'plasa bo'ladi, faqatgina odamda ozgina intizomni rivojlantirish kerak. Umuman prinsipi boylik erkinlikni prinsipi, boy bo'lishni prinsipi shundayki, siz topasiz, yashash topganingiz, masalan aytaylikki, miqdor X miqdor bo'ladigan bo'lsa, siz sarflayotgan, yashashingiz sarflayotgan miqdor Y miqdor bo'ladigan bo'lsa, orada Z miqdor oshib qolyapti. Mana shu Z miqdorni nimagadir investitsiya qilib, ya'ni pul tug'adigan biror narsaga, biznesga investitsiya qilib, ana o'sha qismini oshirib borish. Asosiy tenglamas, asosiy formulasi shunaqa. Muammo nimada? Bizda X miqdorini topayotgan edik, Y miqdorimiz mana bu holatda edi. To'g'rimi? Hech qanaqangi oshcha orttira olganimiz yo'q edi pul. Bir simon. Endi X miqdorimiz oshdi, oyligimiz oshdi. Ko'nikma orttirdik, ish almashtirdik yoki nimadir bo'ldi va biz o'zimiz anglamagan holatda mana bu Y ni ham o'z-o'zidan ko'taramiz. Oddiy narsa upgrade'lar. Oldin mashinam bor edi, Cobalt yoki qanaqa Tracker, pulim ko'paydi, yo'q, mashinani oshirishim kerak. Vaholanki mana shu upgrade, mana shu oshirish bizga nima evaziga paydo bo'lyapti? Mana shu oshirish men ich-ichimdan xohlaydigan oshirishmi yoki tashqaridan bo'lgan boshqalarning xohishi uchunmi? Mana shuni o'rniga nimadir qilish mumkin edi-yu boshqa. O'zimiz xohlagan hayot tarzida yashashimiz mumkin edi-yu. Balki mana shu oshirishni o'rniga haftasiga 5 kun emas 4 kun ishlash imkoniyatimiz bor edi-yu. Bu narsa ko'proq baribir Yevropadagi do'stlarimizga tegishli bo'lishi mumkin. Aytaylik 100 ming yevro oylik olayotgandi, ishini almashtirdi, 130 mingga oshdi. O'tkazdi, almashtirdi, 30% ga oshdi. Vaholanki 30% degani bu oldingi hayot tarzidan bir kun iqtisod qilyapti, ekonom qilyapti degani. Agar oldingi hayot tarzini bir xil ushlab turadigan bo'lsa, bir kun kam ishlasa bo'ldi degani. Boshqacha aytganda, oldin 100% ishlar edi 100 ming so'mga. Endi 130 ming bo'ldi. Endi o'sha 130 ming oylikka 80% ishlasa ham oldin 100 ming so'm turibdi. Biz nima qilamiz? Ya'ni oylik oshdi, hayot tarzi xarajatlarimizni ham oshirib olamiz. Keraksiz holatda. Xuddi shunday. Bunga shaxsiy tajribamdan misol qilib aytishim ham mumkin bo'lsa-ki, menimcha odam o'zini hayot tarzini, xohlagan hayot tarzini topib olishi uchun ham biroz vaqt kerak. Xohlaydimi, yo'qmi, baribir sarflar bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, noto'g'ri sarflar bo'ladi. O'z shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Xuddi o'sha siz hozir sharhlab berganingizdek, daromadim oshgan paytda o'zimdan aytaylik, moliyaviy erkinlik tushunchasini tushunmagan, tejashga ehtiyoj va xohishlar farqiga bormay sarf xarajat qilib yurgan paytimda aytaylik, Turkiyaga borib all inclusive dam olgim kelardi. Avval uni ham turlari ko'pda. Uni ham aytaylik, Turkiyaga boruvchilar yaxshi biladi. O'sha janubidagi mehmonxonalarni nimasi, obro'siga qarab qaysidir joylar X summa, qaysidir joylar undan ham qimmat, Titanic, Delfini undan ham balandroq va hokazo va hokazo. Farqi nimada deydigan bo'lsa, buni basseyni kattaroq, buni beradigan steykini ta'mi boshqacharoq. Ya'ni odam nazorat qilmasa, mana shu qopqonga tushib qolishi juda ham osonda. Endi boya aytgan savolingiz juda ham zo'rda. Ya'ni oxirgi marta borganimdan keyin, bunga ham oz vaqt bo'ldi. Sezdimda, ya'ni shaxsan meni o'zimda mana shu ta'til emasligini sezdim. Tabiat yo'q. Sohillari shunday tosh, ya'ni oyoqqa botadi. Nima deydi? All inclusive, ya'ni hamma yoq bemalol bo'lgan ovqatxonada ham oshib kelsa 3 kunda to'yasizda. Keyin ishtaha ham bo'g'iladi. Kofesini sifati yaxshi emas va hokazo va hokazo. Bu meni o'zimni nima deydi, kuzatgan kuzatuvlarim. Lekin shunga nisbatan 5 baravar
narx jihatdan arzonroq, lekin dilni yayratadigan ta'tillar men uchun tabiat qo'ynida ekan. O'rmonni ichida, ko'l bo'yida, qaytdagi bolalarni, farzandlarni qo'yib yuborib, nazoratsiz, o'sha loyga botib, maza qilib o'ynab yurishi va hokazo. Mana shunaqa ta'til men uchun ko'proq nimaga ega ekan, ahamiyatga ega ekan. Shuni topib olishim uchun, ya'ni o'zim xohlagan hayot tarzini, ta'tilga misol topib olishim uchun biroz vaqt ketdi. Demak, odam o'ziga ich-ichidan savol berish kerak. Shuni men rostdan xohlaymanmi men? Rostdan shu menga maza beryaptimi? Dam olyapmanmi? Ongim, ruhiyatim shundan taskin topyaptimi? Yoki o'zimni majburlab, zo'riqtirib, aytaylik, qanchadir mablag' to'plab shunga sarf qilyapmanmi? Shunga qilgan sarfimga yarasha natija olyapmanmi degan savolni odam o'ziga berish kerak ekanda. Ta'til borasida bu juda ham nima deydi, qiziq narsa. Endi siz bilan bizda nima deydi, privilegiya deydi-yu, privileged odamlarimiz Yevropada yashayotganimiz uchun bizga unchalik katta narsaga o'xshab ko'rinmaydi. Men do'stlarim aytadi O'zbekistondagi, nimaga oilang bilan, boshqalar bilan boshqa joylarga dam olgani bormaysizlar, Ispaniyaga, Italiyaga, boshqa deydigan bo'lsa, men aytamanki, o'rtoqlar, men Norvegiyada yashayman hozirgi holatda. Hatto Germaniyaga boradigan bo'lsam ham qoloq davlatga o'xshab tuyuladi deb aytaman-da men. Italiya, Ispaniya tabiiy holatda. Issiq yozi uchun, boshqa uchun borishimiz mumkin, lekin bizga o'xshab bormoqchi bo'lganlar juda ko'p. Oshiqcha stress juda ham bor. Ertaman tur, aeroportga bor, samolyotga chiq, boshqa, bolalar boshqa qildi, u qildi, bu qildi. Okey, all inclusive bo'lishi mumkin, lekin hamma ovqati bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Yeydigan ovqatingiz baribir cheklangan miqdori. Bolalar birinchi, ikkinchi, uchinchi kunida hamma yeyish mumkin bo'lgan narsalarni yeb ko'rishadi. Keyin o'sha nima deydi, kartoshka friga o'tadi. Shunday. 2-3 kundan keyin. Yoki masalan zerikdik, boshqa joyga chiqaylik deyishni boshlaydi. Bu narsalarni dam olish berishdan ko'ra stress ko'proq, ayniqsa oilali, farzandli oilalar uchun. Basseyn kattaroq, boshqa bu deyish mumkin, lekin balki misol uchun sizni holatingizda uyingizdan 10 minut, 15 minut uzoq bo'lmagan joyda bir marta kelish 1 yevrolik 50 metrlik olimpik masofadagi basseyn bor. To'g'rimi? Menda ham xuddi shunaqangi holat. Tabiat Norvegiyani holatida boshqa Yevropa tabiati yaxshiroq joylar o'ta kam. Bitta-ikkita joy bo'lishi mumkin xolos. To'g'ri. Yoz, mana qishda uzunroq bo'ladi. O'sha paytda quyoshni sog'inganimiz uchun borishimiz mumkindir. Lekin o'sha paytda, qish cho'zilib ketgan paytda biz qiladigan narsa O'zbekistonga boramiz. Mart oxir, aprel boshlarida. O'sha narsa foydalini, nima deydi? Foydali bilan biz xohlagan narsani mix qilgan holatda. Bormaymiz emas, boramiz, lekin o'sha borishga qanaqadir katta ishtiyoq yo'q. Siz aytgandek, menda ham misol uchun aynan o'zim uchun, ruhiyatim dam olish uchun men xohlagan narsa velosipedda bikepacking qilish. Velosipedga ta'sir narsalarni solib, to'g'rimi? Shunday ketasiz, maza qilib, boshqa narsa qilib. Bu narsani foydasini, boshqasini. Esizdami? Gollandiyani kezib chiqqanimiz 300 kilometr Düsseldorfdan Amsterdamgacha. Ya'ni qarang, 3 kun, necha yil bo'ldi? 4 yil, 5 yil, 3 kunda 300 kilometr yurdik. U yerdagi bir olam ta'sirot, har bir kun, har bir joy, nuqta virguligacha eslab qolgan. Juda ham katta zavq-shavq olganda odam. Xuddi shunaqa. Misol uchun o'shani o'ylab ko'radigan bo'lsak, o'sha nima qilgan? Düsseldorfga bordim, bu yerdan uchib borib, biletlar arzon. Velosiped bilan keyin birinchi kuni palatkada qoldik. 5 yevro to'ladikmi? Bitta kofening puli. 5 yevro, 10 yevro, bu esimda yo'q, hali arzimagan pulda. Lekin o'sha yerda qanaqa qolganimiz? Kechqurun shamol kelganda ilon kelyapti, boshqa narsa bo'lyapti deb turib unaqa bo'lgani, to'g'rimi? Esimizda qolgan. Undan keyin kanal bo'ylab to'g'ri Amsterdamga o'tib ketganimiz, haligi temir yo'l bor-ku, anaqa qilib ketgan, tashlandiq bo'lgan. Juda tekis yo'llar, mazaq borgan, yomg'ir yoqqani, boshqasi haligi bitta dehqondan qulupnay olib yeganimiz, hammasi aniq esimda bor-da, soat-soatigacha. O'rmonning ichida esda bo'lsa, hali tarixiy uy, nima deydi, bino ko'rganmizda, keyin surishtirsak, bu dunyo bo'yicha top iqtisodiyot universitetlaridan bittasi bo'lib chiqqan Gollandiyadagi. O'sha narsa hamma o'ylab ko'radi, 3 kun narsa. Pul jihatdan ko'p narsa ketmagan. Yo'q. Xohlang esda qolgan. Endi biz oila bilan oxirgi marta
o'sha nima deydi, Yangi yil arafasida 10 kungammikin Ispaniyaga dam olishga bordik. 1-2 kunni esda qolgan xolos. Unda ham qanaqa holatda? Sohil bo'yida yugurganim, boshqa narsa esda qolgan xolos menda. Bolalar bilan basseynga borganim. Hozir bolalardan so'raydigan bo'lsak, bormaymiz deydi, kerak emas dedi. Unchaligina qolmagan, qiziq bo'lmagan ularga. Bola kasal bo'lishdi, boshqa narsa bo'ldi, alohida narsa. Xuddi shunaqa odam o'ziga nima xohlashini baribir bilib olish kerak. Meni o'zimda aynan shu backpackingga bo'lgan narsa qiziqroq. O'sha yaqinda sentyabr boshida Berlinga ketyapman. Germaniyaning yarmini kesib o'taman. Nima beradi deydigan bo'lsak, mavzu ozgina chetroq bo'lishi mumkin, lekin hayot tarzi dizayni holatda dam olishni bir qismi hisoblasak, menga nima beradi? Menga yaxshi o'ylashga, reja qilishga, muammolarni yechishga juda yaxshi yordam beradi. Qanday holatda? Velosipedga ketyapsiz, qiyinchilik yo'q, boshqa narsa yo'q, xavfsizlik bor, lekin atrof yangilik bo'lgani uchun va hamma narsa sekin yangilik bilan o'zgarayotgani uchun tez bo'lib o'zgarmayapti, lekin sekinlik bilan o'zgaryapti-da. Miyani qabul qilayotgan ta'sirotlari, signali o'ta baland. Bizning kundalik holatimizda. Bunda ong osti holatda miya doimiy ravishda uyg'oq turadi, alert turadi. Yangilik borda, yangi joy. Chunki biz o'rganganmiz, evolyutsion jihatdan o'rganganmizda doimiy ravishda bizning miyamiz xavfni registratsiya qilishga nima qiladi, lekin xavfsiz ekanligini tushunadi. Shu paytda miya uyg'oq bo'lganda, haligi ba'zi holatlarda ko'pchilik aytadi, flow state deydi, haligi zonaga kirib oldim, boshqa narsa deydi-yu. Xuddi shunaqangi narsa bo'ladi menda. Miya uyg'oq, muammolar bor. Bitta, ikkita, uchta sekin analiz qilib chiqib, xulosa bo'ladi-da, keyin 4 soat, 5 soat, 6 soat yurgandan keyin o'tirib olib kelib turib, anaqaga bloknotga o'tirib, hammasini yozib qo'yaman. Xuddi shunaqa katta foydasi bo'ladi menga shu narsani. Ko'pchilik tushunmaydi, nima keragi bor, velosipedda ham yuradimi, shuncha ovora qilib deydi, lekin juda katta foydasi bor. Kimchi boshqa men shu narsa bilan shug'ullangan odamlardan eshitaman. Kimdir aytadi, meditativ holatga tushaman deydi. Boshqa deydi. Menga muhim bo'lgan savollarni yaxshi analiz qilishga yordam beradi. Kundalik holatda u narsaga tushish qiyin, chunki tanishda ham yo'q. Xavf sifatida ko'rmaydi. Ya'ni odam o'zining komfort zonasidan ozgina bo'lsa ham chiqish kerak. Shu ma'noda. Shunga o'xshash holat menda ham yugurishda bo'ladi. Yugurishda oldin yugurishda mohiyatiga emas, uni tashqi omillarga ko'p e'tibor bergan ekanman. Ya'ni unga maxsus kiyim, quloqqa maxsus quloqchinlar, unga maxsus musiqa va hokazo va hokazo va hokazo. 2-3 oyga bormadi, qoldi hammasi. Voz kechib, hozir oyoq kiyim, krossovkani yaxshisi muhim bo'ldi. Chiqib ketiladi. Shu siz aytganda o'zim bilan o'zim qolaman. Mazza qilib, demak, miya dam oladi. Aniqrog'i, avval o'tirib olib, odam o'ziga o'zi ayta olmaydi-ku, xo'p, o'tirib, endi mana uni o'ylashim kerak, endi buni qilishim kerak, uni qilishim kerak. Shu narsa yo'q-da, yugurganda shu tabiiy keladi. Ayollar tartib bilan, keyin o'ylab, yechim, shunaqa. Keyin eng qizig'i yugurishga hayot tarzi haqida gaplashyapmiz-ku, baribir ozmoz bog'liq deb hisoblayman, Best aka. Umuman sport mavzusiga nima qilsak, kim muntazam shug'ullansa, tana talab qilib qolar ekan. Ketdik. Ong ostida bir signal kelib turar ekan. Yur, nima qilaylik. Ajoyib. O'sha hayot tarzi, bizni xohlagan hayot tarzi nimadan iborat bo'ladi deb turib ko'rishimiz kerak-da. O'shanga xo'p, men bilmayman qanaqa hayot tarzi menga to'g'ri keladi deyish mumkin, tabiiy savol. Endi shunaqa bo'lsa, biz qanday bilamiz? Biz o'zimiz, aytaylik, men 40 yosh bo'ladigan bo'lsam hozir, men 60 yoshda qanaqangi hayot tarzi bo'lishimni taxminan bilaman. O'shanga qarab harakat qilyapman. Lekin uni qanday o'rganamiz? Kelajakni bilmaymiz-ku biz. Deydigan bo'lsa, tarixdan o'rganamiz yoki bizdan oldingilardan o'rganamiz, bizdan oldingilar tajribasidan o'rganamiz. Meni kundalik ishim bemorlar bilan ishlash bo'lgandan keyin 70-80 yoshlar bilan ishlaymanda, ikkita 70 yoshli, 275 yoshli orasida juda katta farq bor. Jismoniy holatida, aqliy holatida, o'zini tutishida, tashqi ko'rinishida, gigiyenasida, boshqasida, yuzdagi nima deydi, nur yog'ilib turishida, boshqasida butunlay katta farq bo'ladi. Shu narsa qiziqaman men.
Nima qilgansan yoshligingda? Shunaqangi ba'zi holatlarda kelib qoladi. Yoshiga hozirgi holat butunlay to'g'ri kelmaydi. Ko'rinishdan 60 yoshga 65 yosh o'xshaydi, so'rasa 75 yosh. 70 yoshga o'xshaydi 80-85 yosh qoladi. Nima qilgansan deydigan bo'lsam, juda ko'pi jismoniy harakat qilgan bo'ladi va stress kam bo'lgan bo'ladi hayot davomida. Demak shularni o'rganish mumkin ekan. Tarix bunaqangi narsalarga to'la. Bizga tarix qayta aytadiki, status o'yinlarga berilma, foydasi yo'q. Haligi bir buyuk podsho qanaqadir tobutda ketayotganda qo'lini tashqariga chiqarib qo'yinglar degan narsa bor-ku. To'g'rimi? Bunaqasi yo'q. Status o'yinlarga berilma. Imkoniyating bo'lsa, vaqtni sotib olishga harakat qil. Eng katta narsa shundan iborat. Shu narsa o'zingga ham, bolalaringga ham, oilangga ham, kelajagingga ham va xotirjam hayot kechirishing uchun. Hozir sen umringni pulga sotishga harakat qilyapsan, lekin doim esingda turgin, pulga vaqtni sotib olishga harakat qilgin. Ma'nosida. O'shalarni o'rganishimiz mumkin. Aytaylik, kimdan o'rganish mumkin deydigan bo'lsa, bitta 50-60 yoshdagi hayot tarzini ko'p qismi bizga ma'qul bo'ladigan odamlarni topib, shulardan o'rganishimiz mumkin. So'raymiz ulardan, "Xo'p, nima qilgansiz? 40 yoshingiz nima qilgansiz? 30 yoshingiz nima qildingiz?" Shunaqa holat. Ustoz topish mumkin deyishimiz mumkin-da. Ustoz degani meni fikrimcha, hamma tomonlama to'g'ri keladigan ustoz topish qiyin. To'g'rimi? 100% hamma tomonlama hayot tarzi-yu, aqli-yu, fikri-yu, boshqasi biz xohlagan odam topish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun har xil sohalarda biz xohlagan hayot jabhalari bor-ku. Sport deymizmi, bilim deymizmi, boshqa deymizmi, boylik deymizmi, o'shalarni olsa, mana olib turib o'zimiz qanaqadir qorashiq qilib, o'zimizga nimadir qanaqadir bir qolipga o'xshagan narsa yaratib olishimiz mumkin. Nimaga unday deyapman? G'arbda yashayotgan odam sifatida hayot tarzi jihatdan g'arbdagi odamlardan aynan o'sha salomatligi, sporti, ovqatga bo'lgan munosabati, o'zini vaqtiga bo'lgan munosabati, stressga bo'lgan munosabati jihatdan ulardan o'rnak olishimiz mumkin. Lekin aynan moral compass jihatdan oladigan bo'lsak, ulardan ham o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan joylari bor, birovni haqqi va hokazo narsalar. Lekin bizga o'zimizga xos bo'lgan qadriyatlar jihatdan boshqalardan o'rnak olishimiz mumkin. Ya'ni bitta odamdan oladigan bo'lsak, boshqasidan odam nima desam bo'ladi? Yo'q, men shunaqangi odam topolmayapman deb turib, siqilib qiynalmaydi. Bu yoqdan bu yoqdan tanlab olish mumkin. Shu joyiga Bezdoga bitta mavzuga ham ozgina kirib o'tishimiz kerak, uzr. Ayniqsa Yevropada yashayotgan yoki Yevropaga ko'chib kelishni rejalashtirayotganlarda oilaviy masalalarda, farzand tarbiyasida ko'p muammolar bor-da. Mana hayot tarzi haqida gaplashyapmizmi? Hayot tarzi ko'pchiligi uchun, ayniqsa oilaviylar uchun nafaqat o'zini, balki o'zini oilasi va farzandlarining hayoti ham juda ham muhim, oliy o'rinda turadi. Farzand tarbiyasida mana siz boya aytdingiz, ustoz topish kerak. Ya'ni sohalarda hayot tarzimizni qurmoqchi bo'lsak, demak to'g'ri tushunishim bo'yicha Bezod aka, o'sha biz erishishni xohlagan hayot tarzini yashayotgan odamlardan iloj bo'lsa maslahatlashishimiz kerak. Salomatlik bo'yichami? Kim yosh kattaligida salomat? O'sha odam bilan maslahatlash. Nima qildi? Bu albatta internetdan qidirib boshqa emas. Atrofingga qarab, qo'ni-qo'shning. Masalan, men avval yashagan joyimda 87 yoshlik ayol bor edi. 2 kilometrga o'zi nima borib kelar edi. Gaplashib, ba'zida suhbatini olib turardim, tishini ko'rsatardim. Birorta ham tishim anaqa emas, yasama emas, hammasi o'zimniki deb. Qoyil qolish kerak. So'rardim va hokazo. Endi farzand masalasiga qaytaman, tarbiyasi masalasiga. Menda ham o'ylanishlar bo'lganda, farzand tarbiyasi, bu yoqdagi xavf, xatarlar va hokazo bizning moral kompasimizga tushmaydigan joylari deganda, birinchi farzand ko'rganimda 1 oy bo'lmasdan turib, atrofda qaradimda, O'zbekistondan ko'chib kelgan va bu yerda farzandlari bilan aytaylik havas qilsa arzigulik oilalar ko'p, juda ham ko'p. 2-3tasini tanlab oldimda, falonchi opa, falonchi aka, iltimos, men ham yaqinda farzand ko'rdim, maslahatlashaylik. Nima qilgansizlar? Qanaqa qilib
shu farzandinglar mana shunaqa yutuqlarga erishdi va hokazo. Bajonidil hammasi faxr bilan ko'rishib maslahat beradi. Keyin misol, bunga bitta misol, Zabrukn shahrida bitta o'zbekistonlik oila bor. Farzandi, ikkita farzandlari bor. Kattasi juda ham zo'r, havas qilarli yutuqlarga erishgan, televizorda chiqdi, bir soha bo'yicha aytaylik, chuqur bilimlarga ega va hokazo. Ko'rishib, gaplashib, ulardan fikrlarni oldik, almashdik. Xuddi shunaqa ishda yana bir boshqa joyda Akram aka bor. Mana 7-8ta farzandi bor, o'zingiz taniysiz. Akani maslahatlarini olib turaman. Ya'ni shunaqa farzandlariga to'g'ri tarbiya berib, farzand masalasida ham farzandim kelib qoldi. Zo'r yasabsiz, barakalla. Zo'r. Kechirasiz, farzand haqida gapirdim. Kichkina bir narsa yasab ko'rsatdim. Xo'p, ya'ni cho'zilib ketdi, lekin qisqa aytiraman. Biz aka, kim mana shu qaysi sohada o'rnak olmoqchi bo'lsa yoki o'zi erishmoqchi bo'lsa, o'rnak olsa bo'ladi degan insonlarni topib, maslahatlashsa yechimlari bor-da. O'sha insonlar bilan men suhbatlashganimdan keyin ularni tutgan yo'l yo'rig'ini albatta birga bir ko'chirishim shart emas. Menga to'g'ri keladigan joyi boshqa, qisman to'g'ri kelar, balkim kelmas. Lekin gaplashganimdan keyin, fikrlarini olganimdan keyin menda nima paydo bo'ldi? Qo'rquvlarim asossiz ekanligini o'zimga anglab yetdim-da va sekin-sekin fikrlar paydo bo'ldi. Mana sizdan doim so'rab turaman. Kitoblarda maslahat bergansiz. Shularda o'qib, birinchi bolani farzand tarbiyasi bunaqa, ikkinchiniki bunaqa. Ya'ni fikrlar shakllanib kelyapti-da. Sekin-sekin o'sha o'zim xohlagan hayot tarziga qarab harakat qilib boryapman-da. Bu bir jarayon ekanda. Bu bugun boshlab ertaga tugab qolar emas ekan. Farzand kelajak haqida o'ylash bu alohida katta mavzu. Juda ko'p holatlarda biz keragidan oshiq xavotirdamiz. Ya'ni chet elda yashayotgan, g'arbda yashayotgan o'zbek sifatida. Shu haqida xavotir olayotganligimizni o'zi yaxshi signal. Bu degani bu narsani e'tiborsiz qoldirmayapmiz degani. Katta muammolar qachon chiqadi? Katta muammolar qachon e'tiborsiz qoldirayotgan holatlarda chiqadi. Ko'pchilik yaxshi bo'ladi, o'zbek tili kerak emas, nemis tili yaxshi o'rganyapti, norveg tili bilan bo'ladi deb e'tiborsiz qoldirgan holatlardagina kelib chiqadi. Bu haqida o'ylayotganligimizni o'zi bizni nima deydi? Bu fojialardan saqlaydi. Lekin bu narsa haqida o'ylashning o'zi yetarli emas. Bu haqida faol harakat qilish kerak. Siz bilan bizni majburiyatimiz, mas'uliyatimiz, vazifamiz O'zbekistondagidan ko'ra ko'proq. O'zbekistonda farzandni bilimini, tarbiyasini maktabga outsource qilib qo'yaveramiz. Yoki masalan aytaylikki, bola ertaman soat 8 da maktabga ketdi. O'qituvchisi o'zbek tilida gapiryapti. O'qituvchisi bizning qadriyatlarimizga 80-90% jihatdan to'g'ri keladi. Bir xil mentalitetdan boshqa narsa. O'qituvchi ham ertaman oshga boradi, men ham oshga boraman, to'g'rimi? Shunaqa mentalitet jihatdan to'g'ri keladi. Ya'ni o'zbek jamiyati gomogen jamiyatda, katta farqlar yo'q. Tafovutlar o'ta katta emas odamlarning fikrlashida. Shunaqa bo'lgani uchun bir xil oqimda ketaveradi. Maktabdan keldi, uyda kimning oldiga keladi? Buvisi, bobosi o'sha tarbiya, mahalla o'sha tarbiya, shunaqa holatda. Lekin bu yerda ozgina boshqacharoq. Bu yerda jamiyat heterogen jamiyat. Tafovutlar ancha katta. O'qituvchini fikrlash, o'qituvchining dunyosi meni dunyomdan butunlay farq qilishi mumkin. O'shaning uchun sizga, menga ota sifatida buni mas'uliyat kattaroq. Bu yana borib o'zimizni shaxsiy javobgarligimizni, shaxsiy mas'uliyatimizni orttirishimizga va shu narsani his qilishimizga yordam beradi. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun yana ko'proq vaqtimiz bo'lishi kerak. Vaqtimiz qanday bo'lishi kerak? Yana o'sha hayot darsiga qaytamiz. Endi men bolalarim kelajagini, bolalarim tarbiyasini iPhone 15 dan iPhone 17 ga almashtirishga, solishtirib ko'rib, taroziga solib ko'rish kerak. Mashina, mashinam bor edi, 10,000 euro edi. B mashina olgim kelyapti, 20,000 euro. 10,000 so'mning qimmatroq olishim uchun men haftasiga 4 soat ko'proq ishlashim kerak ekan. Va men 1 soat umrimni buncha narsaga sarflayapman ekan. Nimani evaziga? Bu narsaga erishaman deb nimadan voz kechyapman? Agar shu narsa farzandlar bilan sarflagan vaqtdan voz kechadigan bo'lsa, odam juda ham o'tirib qattiq o'ylab ko'rish kerak. Chunki mashina eskiradi, 5-6 yildan keyin yo'q ketdi, lekin
hozirgi imkoniyat davri, imkoniyat oynasi qaytib kelmaydi. Bola katta bo'ldi, qo'ldan chiqaradigan bo'lsa ketdi. O'shaning uchun. Zo'r, zo'r. Beyuz aka, bu mavzuga yana farzand, oilaviy mavzu, bunga yana qaytamiz menimcha keyingi suhbatlarimizda. Xo'p, asosiy mavzuyimizga, demak, asosiy bugungi tartibimizga qaytsak, himoya yostig'i. Hayot tarzi inflyatsiyasini mana gaplashib chiqdik. Endi himoya yostig'i deganda nimani tushunish kerak Beyuz aka? O'zi nima degani? Himoya yostig'i, umuman yostiq nima? Yostiq shunaqa narsaki, nimaga himoyalash kerak? Yiqilganda yumshoqroq yiqilish uchun. Okey. Men bolish tagiga tashlab qo'yiladigan pul deb o'yladim. Bu narsani o'zbekchaga himoya yostig'i tarjima qilishadi, lekin aslida inglizcha safety net deyiladi. Okey. Yiqilgan paytingizda pastda sizni to'g'rida ushlab turadigan narsa bo'lishi. Yerga qattiq yiqilmasligingiz uchun. Har xil holat bo'ladi, har xil vaziyat bo'ladi. Aytaylik, ishimizni yo'qotishimiz mumkin deylik. Agarda men oyiga $5000 topayotgan bo'lsam, oyiga $5000 sarflayotgan bo'lsam va orada hech qanaqangi jamg'armam bo'lmasa, nimadir bo'ldida, qanaqadir inqiroz paydo bo'ldi, Covid bo'ldimi, nimadir bo'ldimi, deylik, yoki men ishxonam bankrotga uchradi, yoki qanaqadir moliyaviy inqiroz bo'ldi, ishdan bo'shadim. Meni hech qanaqangi yostig'im yo'q. Ya'ni keyingi oyda minusdaman, oyligimni yo'qotsam. Siz bilan biz unaqangi katta muammo yo'q, chunki men sotsial himoya bo'lgani uchun, ijtimoiy himoya bo'lgani uchun oylik jihatdan kafolatlangan joyi bor. Lekin shunaqa bo'lsa ham bu narsani bo'lishi o'ta muhim degan fikrdaman. Bu qanday narsa? Odam investitsiya haqida o'ylashdan oldin birinchi mana shu narsa haqida o'ylash kerak. Bu oddiy qilib aytganda, men hozir ishimni yo'qotib qo'ysam, men topayotgan pul kelishi to'xtasa, jamg'armalarim bilan necha oy hech narsa qilmasdan yashay olaman. Aytaylik, siz hozir oyiga $5000 pul sarflayotgan bo'lsangiz, $5000 kelyapti deylik. $5000 kelmay qolsa, xuddi hozirginaqangi $5000 sarflab turib, qancha oy yashay olasiz? Bu savol. Mana shu himoya yostig'i. Bu ba'zi bir nima deydi, rubrikalarda yoki qisqa videolarda ko'rib qolamiz, ish o'xshamay qoldi, pul tushmay qoldi, keyin borib kimgadir qarz so'raydi, qarz so'rab bermasa xafa bo'ladi va hokazo va hokazo. Ya'ni ana shunaqa tebranishlar davrida o'zini ushlab tura olish ekanda. Shunaqa narsa. Bu narsa aytaylikki, men o'zimda fikrim shuki, eng kamida 6 oy bo'lishi kerak. Hattoki Norvegiyadagi ijtimoiy jihatdan o'ta yuqori bo'lgan, misol uchun men ishimni yo'qotib qo'ysam, hattoki o'zim biznesmen bo'lsam ham, o'zim tadbirkor bo'lsam ham, ishimni yo'qotib qo'ysam, meni oyligimda keyingi ish topgunimcha davlat tomonidan berib turadi. Misol uchun kasal bo'lib qoladigan bo'lsam, oyligim saqlangan holatda bo'ladi. Muammo yo'q. Sizda ham deyarli xuddi shunaqa narsa. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham men xavfsizlikni va hozirgi yashayotgan hayot tarzimni ushlab qolish uchun, bolalarimning xavfsizligi, oilamning xavfsizligi, ularning oldidagi majburiyatimni saqlab qolishim uchun shu narsani eng kamida 6 oyga deb belgilagan. Uyimizga 1 so'm pul kelmay qolsa, eng kamida 6 oy davomida yetib turadigan jamg'armam bor. Bu qanaqadir investitsiya ko'rinishida yoki oltin ko'rinishida, kripto ko'rinishida, uy ko'rinishida emas, konkret pul. Cash bor. To'g'ri. Misol uchun naqd pul emas, bank hisobida depozit hisob raqamida turibdi u. U bor. Bu narsa menga xotirjamlik beradi. O'ta katta xotirjamlik beradi erkak kishi uchun. Misol uchun erkak kishi sifatida, ota sifatida men ko'p bozor qilgan paytda oldin ham gaplashdik-ku, xaltini to'ldirib qo'yadigan bo'lsa, odam xursand bo'ladi ichidan. Xuddi shunaqangi xotirjamlik beradi. Okey. Bu narsa birinchisi xotirjamlik o'ta muhim narsa, erkinlik beradi, fikrlash erkinligini beradi. Shu narsa haqida men qayg'urmayman. Endi mabodo ishimni yo'qotib qo'ysam ham, ertaga men to'g'ri kelgan va menga yoqmagan ishni olib ketishga majbur bo'lmayman. Chunki 6 oylik meni haligi nima deydi? Runway deydi-yu, samolyot uchayotgan paytda anaqa bor, ancha uzoq. Bir pas uchib ketishim kerak emas. Men sekin harakat qilib, menda variantlar paydo bo'lishni boshlaydi.
Hmm. 1 oy davomida ish topmasam ham siqilmayman. 2 oy davomida ish topmasam Hmm. siqilmayman. 3 oy, 6 oygacha siqilmayman hech qanaqa. Yo'q, 6 oygacha vaholanki bunaqa narsaga erisha olgan odam 6 oyda o'zini oyoqqa tura oladi bemalol. Hmm. Endi yana orqaga qaytamiz hayot tarzi inflyatsiyasiga. Bu Mhm. agarda meni xarajatlarim o'ta oshib ketmagan, keraksiz xarajatlar ko'payib ketmagan holatda. Hmm. Men hayot tarzimni o'zimnikini aniqlab oldim va qancha ketishini bilaman va o'sha narsa uchun kerak bo'lgan hayot tarzimni ushlab turishim uchun 6 oylik cash pulim bor. Hmm. Mana shu himoya ostig'i. Hmm. Va buni ichida ya'ni ha, hozir aytdingiz, o'ta xarajatlar oshib ketmasligi kerak. Ya'ni ba'zi birlamchi yashashim uchun zarur bo'lgan xarajatlarni nimasida yig'indisi. Buni o'tgan suhbatimizda gaplashdik-ku. Aytaylik, uy, kommunal, yemoq-ichmoq, mana shunaqa xarajatlarimizni oyma-oy yozib boraylik dedik. Haftama-hafta, oyma-oy yozib boraylik. Shularni demak yig'indisi X summa bir oyga, ana boya aytdingiz, qishloqda bir oddiy bir oila 2-3 nafar farzandi bilan chiroyli yashash uchun 5-6 million orasida pul kerak bo'lsa, misol uchun. Shunaqa deyapti. Men bilmayman. Men o'zim yashab ko'rmaganman, ancha yil Endi bo'lgan. Shunaqa deyapti. Men masalan o'zimni ha. Norvegiya holatdan aytishim mumkin. Mhm. Norvegiya holatdan aytishim mumkin. Siz Germaniya holatingizni aytishingiz mumkin. Shunaqa. Bu narsa Germaniya hammada holatida oladigan hammada har xil. Misol ikki uchun ming yoki 2,5 ming bo'layotgan bo'lsa Germaniya holatida buni demak 4, 5, 6 oyligi demak shu 10-12 ming shunaqa. nima deydi, zaxirani to'plab uni intizom bilan ishlatmasdan tasodifiy xaridlar bo'lib qolsa, haligi keraksiz xaridlar, ya'ni xohishlarda chalg'ituviga adashmasdan intizom bilan ushlab turish kerak. Endi aytishingiz mumkin. Aytaylik, misol $12,000 ko'p pul-ku baribir o'ylab ko'rsa, 6 oy uchun. $12,000 beradigan bo'lsam, mayerda buncha pul topadi, buncha investitsiya qilsa buncha qiladi degan narsa bor-ku. Bo'lishi mumkin, lekin $12,000 dan kelayotgan yillik 8%, 6% yoki boshqa holatlarda kimdir 30% deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. O'sha narsalardan kelayotgan foydadan ko'ra menga xotirjamligim muhimroq bo'lgani uchun o'shani ushlab turaman men. Chunki birinchi qilingan narsa o'sha. Menga xotirjamlik muhim. Ana o'shani qilib bo'lganimdan keyin men boshqa keyingi investitsiya o'sha 10%, 8% beradigan narsalarga o'tganman. Ya'ni birinchi to'ldiradigan piyolam shu bo'lgan meni. Aha. Undan oldin hech qanaqangi ETF, indeks fond, ko'chmas mulk, boshqa har xil pul keltiradigan investitsiyalarga bosh qotirmaganman. Shu birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bu narsa xotirjamlik beradi. Xotirjamlik bergandan keyin menda o'zim ko'nikmalarim ustida ishlashga imkoniyat beradi. Shunaqa. Endi undan tashqari favqulodda vaziyatlar uchun ham fond bor, alohida emergency fond deyiladi. Okay. Okay. Bu nima uchun deydigan bo'lsangiz, bu alohida meni holatimda qo'shimcha 2 oyligini qo'shganman. Qo'shimcha 2 oyligini qo'shganman. Hammasini bitta qilib bitta joyda saqlab turaman. Okay. Bu narsa kutilmagan vaziyatlarda paydo bo'lib qoladigan hodisalar uchun. Aytaylikki, uyda misol uchun yaqinda bo'lgan narsa, ishdaman, ayolim telefon qilib, uydagi boiler bo'ladi-ku. Suv qaynatgich. Suv qaynatgich bo'ladi. O'shandan suv tomyapti. Okey. Yaxshi, hal qilamiz dedim. Avariyni holat. Chunki u yerda 100 qaynab turgan issiq suv, katta bosim ostida 200 litrli suv bor. Tomadigan bo'lsa, avariya holati bo'ladi. To'g'ri, avariya holati oldi olingan. Katastrofa bo'lib ketmaydi, lekin bari almashtirish kerak. Kech ishdan keldim. Santexnik topishim kerak. Telefon qildim, boshqa narsa qildim. Ertasi kuni kelib almashtirib ketdi. 200 euro oldi o'shanga. Shlankasini almashtirib ketdi. O'zim qilishim mumkin, to'g'ri, lekin bu yerda bilasiz-ku, elektr ishlari, santexnik ishlari, boshqa narsalarni sertifikati bor, diplomli odam qilishi kerak. O'zim qiladigan bo'lsam, ertaga ishkal chiqadigan bo'lsa, bu sug'urta boshqa muammolar bo'lishi mumkin. Men o'zim yuqori sifat darajasida qila oladigan darajada mutaxassis emasman. Shunaqa. Aynan shunaqangi holatda bo'lishi mumkinki, tomdan suv o'tib ketishi mumkin. Mashinani avariyasi bo'lib ketdi. To'g'ri, sug'urtalangan mashina, lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham shunaqa holatlar bo'lishi mumkin-ku. Yoki bo'lmasam, aytaylikki, yoshimiz 40 da, onam misol uchun 80 ga qarab ketyapti, har xil vaziyat bo'lishi mumkin.
bugun kechqurun 3 soatdan keyingi biletni olishga majbur bo'lishi mumkin. Vaholanki bilamiz, boshqa mintaqaga uchadigan biletlar bugungisi bo'lishi mumkin. Har doim O'zbekistonga borib kelishim 600 yevro turadigan bo'lsa, bugun uchmoqchi, ertaga uchmoqchi bo'ladigan bo'lsam, 1,5-2 ming yevroga chiqib ketgan bo'ladi. Yaqin xuddi shunaqangi holat bo'ldi. Bir ukamizni amakisi olamdan o'tdi. Ertaman soat 5 da xabar beryapti. Soat 11 da uchib ketdi. Qimmat bilet oldi. Xuddi shunaqangi holatlar ko'p-da. Yoki nimadir bo'lib O'zbekistondagi bir yaqinimizga o'tkir kasallik bo'ldi, avariya bo'ldi, nimadir bo'ldi, unga qanaqadir pul kerak bo'lib qoldi. Man o'shanaqangi hayot baribir silkitib turadi odamni. O'shanaqangi silkitib turadigan joylari uchun baquvvat darajada ildizi bo'lishi kerak ma'nosida. Yiqilib ketmaydigan darajada. Demak, investitsiya qilishdan oldin, aytaylik, butunlay investitsiya qilishdan oldin, demak, mana shunaqa himoya yostiqchasini tartibga solib, intizomli ravishda uni ushlab, xotirjamlik bilan yondashish kerak ekan. Meni fikrim shunaqa, bunaqangi qilish kerak. Men shunaqangi qilganman. Men shu narsani to'g'ri deb bilaman. Ko'p kitoblar, boshqa ko'p adabiyotlarda shu narsa aytiladi. Birinchi o'rinda qarzlaringdan qutulishing kerak deyiladi. Qarzdan qutulish kerak. Meni boshlang'ich nuqtam juda katta afzallikda boshlaganman. Hech qanaqangi qarz bo'lmagan holatda boshlaganman. To'g'ri, pulim bo'lmagan, o'ta qimmat davlatda yashayotgan holat bo'lganman, lekin qarzim bo'lmagan. Ya'ni men minusdan boshlamaganman, noldan boshlaganman. Kimdir minusdan boshlayotgan bo'lishi mumkin. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bundan ham oldin qilinadigan narsa qarzlarni yopish kerak. Agarda u qarz foizli qarz bo'lsa, undan ham yomon. Agar u foizli qarz minusda bo'lib O'zbekistonda bo'lsa, undan ham yomon. Chunki O'zbekistondagi kreditlari minus 20-25%, 18% dahshat foizlardagi narsalar. O'shaning uchun eng hamma fokusni qarzni yopib nolga chiqishga va nolda bo'lgandan keyin o'sha himoya yostig'i, undan keyin favqulodda vaziyatlar uchun fond, undan keyin qo'shimcha investitsiya haqida o'ylash mumkin. Bizda hamma maqsadimiz xotirjamlikka erishish, erkinlikka erishish bo'lyapti. Butun umrni hayya bosa-bos qilib stressda o'tkazish mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Stressda o'tkazishingiz mumkin. Pulingiz ko'p bo'lgani bilan u arzimaydigan hayot bo'ladi. Kim nima desa desin, puli ko'p bo'lib stressda yashayotgan odamlar bilan gaplashing, arzimasligini sizga qayta-qayta aytadi. Yo'q, pulim ko'p bo'lsa, bo'ldi, pulim yetarli bo'ladi, bunaqa ko'p pul topsam, stress bo'lsa ham mayli deydigan odamlar, hali u manzilga yetib bormagan odamlar, borgandan keyin fikri o'zgaradi. Asosiy maqsad faqat pulni topib bosa-bos gazini bosmasdan xotirjamlik muhim. Ruhiy xotirjamlik muhim narsa. Ajoyib. Rest aka. Zo'r suhbat bo'ldi menimcha. Bu fikrlaringiz uchun, tajribalar ulashayotganingiz uchun katta rahmat. Sizga katta rahmat. Avazbek. Davom ettiramiz. Videoni joylab qo'yiladi. Keyingi haftada keyingisini olamiz yana. Shunday. Tinch bo'ling. O'rganadigan ma'lumotlar ko'p hali sizdan Rest aka. Rahmat. Aloqadamiz yana. Rest aka. Yaxshi bo'ling. Xabarlashamiz. Rahmat.